Bilamizki, 1 yoshli, 2 yoshli bolada hali aql bo'lmaydi. O'shani hisobidan siyib chichib qo'yadi. Qo'pol bo'lsa ham siyib chichib qo'ygani uchun ko'tiga pampers taqib qo'yishadi. Kichkinami, kattami tadbirkorlarning hozirgi asosiy muammosi qarzorlik masalasi. Oldingizga kelishadi, sharoitlarni tushuntirishadi, mana buncha ma'lum bir vaqtga beraman deb aytishadi, ishonasiz, yordam qilasiz, berib yuborasiz. Lekin ko'pchiligi qo'pol bo'lsa ham lavz yo'q, erkaklik yo'qligini hisobidan olib kelib vaqtida bermaydi, qaytarmaydi vaqtida. O'shani hisobidan boshqa vaqtida olib kelib beradigan odamlarga nisbatan ishonchingiz ham o'ladi. Erkak lavzi bilan erkak vaqtida berish kerak. Sharoiti bo'lmasa, telefon qilib o't yo telefonni ko'tarib, "Hozir sharoitim yo'q." Sharoiti bor bo'lib turib, kistasida puli bor bo'lib turib bermaganlarga nima qilish kerak, nima chora ko'rish kerak? Yoshlarni ham boshlaringga ana yosh bola aqli yo'q deb pampers kiydirib qo'yish kerak ham boshlaringga, qo'pol bo'lsa ham. Biza ham qarzga yuk olamiz, biza ham boricha va'da qilingan sanaga qarzimizni qaytarish uchun harakat qilamiz. Lekin mana shunaqa bitta yarimta sanga o'xshagan lavz yo'q erkaklarni deb boshqalarning oldida yuzimiz izza bo'ladi. Suf sanaqa erkaklarga.